Oshxona uchun kerak bo'ladigan rozetkalar. Birinchisi, muzlatgich uchun bittalik rozetka. Uning balandligi poldan 50 sm baland qilib joylashtiriladi. Ikkinchisi, moyka tagida filtr va oziq-ovqat chiqindilarini maydalaydigan moslama uchun ikkitalik rozetka joylashtiramiz. Uni balandligini poldan 40-50 sm balandlikda joylashtiramiz. Uchinchisi, idish yuvadigan mashina, posuda moyka uchun bittalik rozetka qo'yamiz, balandligini poldan 40-50 sm balandlikda joylashtiramiz. To'rtinchisi, gaz plitasi uchun bittalik rozetka. Uni ham balandligini poldan 40-50 sm balandlikda joylashtiramiz. Beshinchisi, duxovka uchun bittalik rozetka, balandligini 90 sm da joylashtiramiz. Oltinchisi, mikroto'lqinli pech, mikrovolnovka uchun bittalik rozetka, balandligini poldan 140 sm balandlikda joylashtiramiz. Yettinchisi, albatta buni esdan chiqarmaslik kerak, viteshka uchun balandligi 210 sm da bittalik rozetka joylashtirsak bo'ladi. 8-si, ishchi zona uchun moyka va mikrovolnovka orasiga ikkitalik rozetka joylashtiramiz va uning yoniga podsvetkani yoqib o'chirish uchun bittalik включатель joylashtiramiz. Gaz plitasi va moyka orasida yetarlicha joyimiz bo'lsa, u yerga yana ikkitalik rozetka qo'yganimiz ma'qul. Bu albatta kelajakda qo'shimcha texnikalardan foydalanish uchun bizlarga qulaylik yaratib beradi.